izlab uy kanal muxlislari, navbatdagi uyimizni obzorini olib chiqyapmiz. Mana bu Turetskiy klinika yangi ochilgan. Mana temir yo'l vokzal. Mana bu 15-maktab yonida joylashgan. Mana bu universitet yangi ochilgan. Mana o'sha universitet TSU deb aytilar ekan nomini. Mana yangi dom yonida joylashgan. Eski dom. 1 etajli dom, 2-etaji. Mana hozir navbatdagi vokzaldagi 4 etajli domning 2-etaji 3 xonali uyimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Kirganimizdan alohida hojatxonasi katta. Mana kuxonli mebel polностью qoladi. Mana shu yerda nima turgan bo'lsa. Bu yerda yana bitta qiziqarli joyi borki, bu yerda narsalarimiz turadi ichida, pastda. Supani ustida mana bu yerda reshetkasi bor bu yerda. Yosh bolalar yiqilib ketmasligi uchun. Sportmen burunda bo'lsa, turnigi ham bor ekan. Tak, endi mana bu eshikdan kirgandik. Mana hozir endi biz birinchi mehmonxonasiga kiryapmiz. Aboy qilingan. Bunisi aboy qilingan. Konseyner joyi bor. Mana bu hovlisi. Mana to'g'rimizda TSU universitet. Buni Wi-Fi ham bor bu yerda. Biz mana ikkinchi xonasiga kiramiz. Ikkinchi xonasi span xonasi. Konseyner ham bor bu yerda. Mana bu esa temir yo'l vokzal to'g'rimizda. Mana ostanovka. 15-maktab to'g'rimizda. Span xonadan ham chiqdik. Endi bu lampochkasi kuyganmi? Ishlamayapti. Mana bu детский xonasi. Buni endi hamma joyda akva oyna, двойной stiklo qilingan. 15-maktabdan ko'rinib turibdi. To'g'rimizda yangi remont qiladi yaqinda. Mana ovoz eshitilmaydi ko'chani. Ikkita xonaga kotel qilingan, samodelka. Bu kim xohlovchi bo'lsa o'ziga qovura qilgan. Mana bu vannasi. Bular kattagina arizona yangi ekan. Bu yerda motor ham bor, bu yerda suv bor. Juda yaxshi bizda vokzalda. Bu где-то 70